Assalomu alaykum. Bizni YouTube'da kuzatib turgan aka-ukalar, opa-singillar, yaxshimizlar, tinchimizlar. Mana men Tojikiston vatanimizda Dushanbe poytaxtiga keldim. O'zimni yaqin insonim Hasan akamni yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Zo'rmisiz? Monolitda ishga odam taklif qilib boshlayapti. Ish ketyapti Monolitda. Sizlarga ish chiqaryapmiz. Ushbu videomizga bitta like bosib qo'yinglar. Video davomida sizlarga hammasini tushuntirib boramiz. 5-10 daqiqalik video bo'ladi. Kommentariyada o'z fikrlaringizni bildiringizlar. Ekranga nomer qo'yiladi. Do'stlar, videoni oxirigacha ko'rib, bilib, tushunib, keyin murojaat qilib ishga kelishlaringiz mumkin. Hurmatli musofir yurtda yurgan yurtdoshlarimiz, patentingiz kuyib ketmasligi uchun трудовой договор va уведомление xizmati, deport, zapret tekshirish, snelis va inen kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarimizga WhatsAppdan aloqaga chiqing. 100% ish joyda armaturchik, plotnik, montajniklar kerak adashmasam. Hozir 10 ta 15 ta odam kerak bo'ladi. Unda hozir Hasan akam sizlar bilan gapirib, tushuntirib o'tadi hammasini. Hasan aka, siz o'zingiz gaplaringizni gapirib, biz obunachilar bilan salom alaykum qilib, o'zingizni yaxshilab, yaqindan tanishtiring. Assalomu alaykum, Hasan Musofir TV, Hasan Qo'shayev kanali obunachilari. Bizlarga mana shu stroykada Dushanbeda Sadbakda Zilyon bozorida oldida ishlaymiz. Katlamon beton qo'yildi. Endi bizga 15 ta, 20 ta universal armaturchik, universal plotnik, universal montajnik usta bo'llar kerak bo'ladi. Razirabashlarga kelsak, razirabashlar yetarli. Beza taqmasligini iltimos qilamiz. Universal usta, universal plotnik, montajniklar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib, kelib ish joyimizni, ustalarimizni, sharoitlarini ko'rib, ishini ko'rsatib, dogovor qilib, kelishib, ishlashlarini taklif qilib qolamiz. Hamma sharoitlar, pullariga garantiya, materiallar rossiyskiy bo'ladi. Kачество ham ustalar qo'yilgan, kачество ham talab qilinadi. Betonni ko'pi qanday? Betonni ko'pi 300 somon. Bir oyda 2 etaj qo'yilsa, premiyalar taqdim etilishi mumkin firma tomonidan. Beton qo'yilganda oylik ko'p ketaveradimi? Shunday. Beton qo'yiladi, 1 kun, 2 kun. 3-chi kunlarga o'zi nima bo'lmaydi, zadishka bo'lmaydi. Beton olindi, pulni sanaydi. Tushunarli do'stlar, mana shu Rossiyaga o'tolmay deport bo'lib yurgan Tojikistondan, O'zbekistondan kuzatadigan do'stlarimiz ham ko'p. Ish so'rab O'zbekistondan yoki Tojikistondan ish qilsa chiqarib boramiz, ishlaymiz degan do'stlarimiz juda ko'p. Kommentariya yozishadi, o'zim reklama qo'ygan telefon nomerimni ham yozib yotadi. Shuning uchun sizlarga Dushanbeda ish chiqaryapman, bu yerga dokument shart emas, boshqa shart emas. 300 somondan beton kubiga beradi. Hozirgi kunda bolalar soatiga 30 somondan 40-45 somongacha ishlayapti adashmasam, 50 somongacha universal ustalarga. Bu degani aylantirsa bo'ladi. 300 somondan 500 somongacha, oyiga 9000 somondan 15000 somongacha, dollarga kelayotgan bo'lsa 9 dollardan 1,5 dollargacha ishlash imkoniyatlaringiz bor, faqat harakatlaringizga qarab. Sizdan beri mehnat talab qilinadi. Kelganlaringizdan keyin yotoq joy tekin, yebichar tekin albatta. Yebichar tekin. Shunday. Pitaniya yotoq joy firma hisobidan. Faqat kelib ishini ko'rsatish kerak, ishlash kerak, uyga pul to'lash kerak. Tamam. Shunday. Patent qilmaysiz, registratsiya qilmaysiz, enini sinelisi yugurmaysiz, saxirvaga yugurmaysiz. Kelasiz faqat ishingizdan yugurasiz bu yerda. Ish vaqti soat nechidan nechagacha? 8 dan 6 gacha. Yana jilaniyasiga qarab переработкаларimiz bor. Hop. 8 dan 6 gacha bo'lgandan keyin 7 gacha ujin. Hop. Ujindan keyin 2 soat, 3 soat переработкалар bo'ladi. 9 gacha. Tushunarli do'stlar, agar mana shu videomiz 1000 ta like yetsa, nasib bo'lsa inshaalloh sizlarga men bundan-da yanada zo'r ishlar chiqarishga harakat qilaman. Sizlar podдержкаларingiz kerak bo'ladi. Xalqimiz podдержка qilsa, blogerlar albatta bilasizlar, podдержка orqali ko'proq balandroqqa chiqib, yaxshi ishlar chiqarib boramiz. Bu yerda hozir qatlamon qo'yilgan 2 metr, qatlamon narxlari 100 so'mdan bo'lgan adashmasam. Hozir hech kim yo'q deyishlaringiz mumkin, kommentariyada bir ikkita negativlar paydo bo'ladi, chunki advokat bergan hamma akalarimiz hozir damini olyapti. Yotoq joylarda video davomida yotoq joyda videosini qo'yaman, ko'ringizlar. Ma'qul kelsa ekrandagi WhatsApp nomerlar Premiydan chiqsa bo'ladimi? Premiydan WhatsAppdan murojaat qilib ishga kirishlaringiz mumkin. Hozir tepadan chiqamiz. Hasan akam bilan sizlarga ish joyini aylantirib, video qilib ko'rsatamiz. Kommentariyada o'z fikringizni qoldirib keting. Nasibsa tez kunlarda sizlarga yana yaxshi ishlar chiqarib boramiz. Hasan akam bilan endi men tog'a deb yuraman, tog'am bilan intervyular chiqadi.
kuzatishda davom etsalaringiz intervyular chiqadi. Bu yerda brigadir Hasan akamiz, akangiz Sirojiddin aka bo'ladi. Hasan akamiz o'zi boshqa joyda ish yurityapti. Sirojiddin aka yo'qligi uchun hozir Hasan akamiz o'zi videoga tushyapti. Kelingizlar. Marhamat, ma'qul kelsa, Dushanbeda ishlar ko'p, Tojikiston vatanimiz obod qilaylik. Bilan gamingiz bo'lsa, gapirib qo'ying. Nima deymiz? Ishlayman degan jilaniyasi bor ustobollarga, ishda o'rganib ketaman deganlarga har doim ish bor. Nafaqat Tojikiston bo'lsa, O'zbekiston bo'lsa, qo'shni mamlakatlar bo'lsin. Endi biz bir sababchida shunday kelib ishlasa bo'ladi, kelib ishlasa bo'ladi. Endi kelib dogovor qilib, hozir birovni birov majburlaydigan zamon emas, boshqa emas. Keladi, ishni ko'radi, ma'qul bo'lsa ishlab ketadi. Ishiga qarab oyligiga chiqadi, yana ko'tarilib boraveradi. Universal armaturchik, pilotnik, montajlik ustalar kerak bizga. Mana shu razorobotchi ishga olmaysizlarmi deb bezovta qilmaysizlar degan umiddaman. Razorobotchilar bor bu yerda ishchilar yetarli, faqat universal staj bor bolalar ishga qabul qiladi. Jonlaringiz sog' omon bo'lsin. Video davomida balanddan tepadan video qilamiz. Kuzatishda davom etingizlar. Keyingi video rolikda. Xayr, charchaman. Qatlavan 2 metr. Armaturlar tayyor, готово dedik-ku. Tepadan ko'rsataman, pastdan ham ko'rsatayin. Ish ketyapti avvalda. Ish joylari kiritilganlar. Bu yer yotoq joylari. Ichkarida yeb ichadilar, to'g'ri. Ishchilarimiz mana shu yerda zagotovka qilyapti. Mana qatlavondan chiqib oldi. Endi tepavoy ketadi. Qatlavon 2 metr bo'lganda. Sizlarga yaxshilab ko'rsataman. Endi bundan bu yoqqa nasib bo'lsa, Rossiyadan rossiyskiy ishchilar kelyapti ekan. Bo'ldi, rossiyskiy materialda ish ketadi. Atrof muhit. Atroflarda ham ish ketyapti. За миллион. Nima ham deymiz yana? Biran gap so'zlar qolib ketgan bo'lsa, biran nimani tushuntira olmagan bo'lsak, kommentariyaga yozingizlar, javob berishga harakat qilamiz har bir kishiga. Qurilish Dushanbeda avjida.